İblisning ko'langusi Londonda o'qigan ba'zi kitoblarim. Haqiqat jilvagardur dar haqiqat yashurib bunmas. Majoz ahli zalili talbaga mundoq qabob aylab. Ya'ni chaqnab turgan haqiqatni yoshirg'ilib bo'lmaydi. So'zmanlar zaliliga o'zini chiroyli ko'rsatsimi beka. Muhammad Sidiq Zalili. Sana öz terangning rangiga o'sh bo'lishni o'rgatganlar kim? Seni bujg'ur chochlaringga o'sh qilgan kim? Seni öz burning va qalpukingning shakliga o'sh bo'lishga kuch kiritganlar kim? Beshingdan topaninggacha seni o'zingga o'shmanlik qilishga undagan kim? Malcolm X. Men o'yni izlab tepishim kerak. G'ado Karmi. Turmush moddiy hojat bilan to'lgan. Vaqtimizning xeyli ko'p qismi hojatlarning zaruriyat siziqi ichida qondirilishi uchun sarf bo'ladi. Shuning bilan emgakni yadro qilgan bir qator mashg'ulotni ep boramiz va bu jarayonda o'zimizga xos hayot kechirmishlariga ega bo'lamiz. Öz kechirmishlari ustida oz to'la mantiqiy fikr yurgizish alohidaligiga ega bo'lgan kishilar ibratlik saboqlarini navbatdagi turmush qadamlariga sarmoya qiladi. Vaholanki öz kechirmishlari ustida o'ylanish odatini yetildirmagan kishilar har qancha fojialik kunlarni boshdan kechirsa-mu ogohlantirish xarakterlik bir oddiy xulosaga erishamay, or-nomussiz yashab berishga majbur bo'ladi. Hamda özlərinin insani şərəfini tərk etishga qayturğusuz halda yüzləngan bo'ladi. Şundaq. Her birimizning o'zimizga xos sarguzashtimiz bor. Lekin hamon cheklik. Cheklik sarguzashtlarimizni aqliy xulosaga aylantirish iqtidorimiz texmi cheklik. Balki o'ylash usullariga kelganda o'zimizni noqis his qilishimiz mumkin. Dal mushundaq vaqtda biz suhbatga, maslahatga va anjumanlarga ehtiyojli bo'lamiz. Kitob tenha vaqtlarimizda aql farosat vadisida g'oyibona suhbat o'tkazishimizga turtki bo'ladi. U bizning bir kishilik sarguzashtlarimizning tor doirasini bo'sib chiqib, nisbatan keng doiralik tafakkur qilishimizga yordam beradigan vositalarning biri. Angliyadagi tenha vaqtlarimda o'ylar kalkun bo'lib yomridi. O'zimni qayaga qo'yishni bilmagandek besaramjon bo'ldim. Ruhiy siqilishlarimga kitob o'qish orqali tasalli topdim. Tadqiqotimga oid nuqtaliq maqolalarni ko'rishni shu vaqtdagi majburiyatim doirasiga kirgizib turib planliq o'qib xotira yozdim. Bu xil asosliq mashg'ulotga yondash holda estetik ehtiyojimni qamdash yuzasidan ko'nglim tatgan ba'zi kitoblarni havas bilan o'qib chiqdim. Hozirga qadar men o'qiydigan kitoblarning tema doirasiga qandoqdir bir chekni qo'yib boqqanimni bilmayman. Meni jalb qilolisizlar qonun yoki iqtisodga doir bo'lamdi, botanika yoki biologiyaga doir bo'lamdi o'qiyverdim. Ular menga yangicha ko'zitish nuqtasini ato qilib nazar doiramni kengaytirdi. Yeşimning cho'ng'ayishiga agishib mustaqil ko'zitish xohishim kuchayishga boshladi. O'zim yashayotgan jamiyatni ko'zitib erishgan masalalarga javob tepish g'arazida kitob o'qiydiganmi bo'ldim. Ba'zida estetik talab uchun, ba'zida ijtimoiy masalalarga javob tepish uchun, ba'zida kasbiy ehtiyoj uchun o'qiyman. Umuman kitob o'qishdan iborat qaramoqqa oddiy ko'rinadigan bu faoliyatning mazmun qatlami menda yil sari ko'payishga boshladi.
kitobga kirib uningdan chiqib ketishni bilishmi pishib yetilishni talab qiladi. Ko'rgan bilganlari ko'paygan odam uchun kitob tajriba dengizidan kerakli narsa suzish uchun haydalgan kemaga o'xshab qoladi. Men kitobdan iborat bu kemaga chiqib yoshurun tajriba dengizimning o'xshamagan qutub ham muhitlarga kiraman va uning naqadar poyonsizligini his qilaman. Angliyadagi ashu bir yilda mumkin qadar ko'p ko'zitishga, ko'p o'ylashga, ko'p o'qishga tirishdim. Bir turkum tadqiqot asarlarini o'qigandan sir tanaffus qilish yuzasidan yana ba'zi kitoblarni ixtiyoriy ravishda o'qib chiqdim. Bu kitoblar meni jamiyat va madaniyat masalalari ustida o'ylanib beqishga undadi. Men bu kitobimda ashu kitoblarning bir qanchisini tafakkur qilishga amroq o'qirmanlarimga qisqacha tonishtirib qo'yishni ahamiyatli deb qaradim. Bu kitoblarning ko'p qismi xanzu tilliq o'qirmanlar bilan allaburun yuz ko'rishgan bo'lsa-mu, Uyg'ur tilida har xil sabab tufayli nashr qilinish fursatiga erishamagan. Mening bu tonishtirishim oldi bilan mulohizlik qarindoshlarga bo'lgan bir tavsiya bo'lib, kitoblarni o'zlari o'rganib layoqat hozirlagan boshqa til yoziqlarda ko'rishga bo'ladi. Imkoniyat yor bersa, ona tilimizga tarjima qilsaqmi bo'ladi. Ish bo'lmaganda ulardagi fikriy yoritmalar orqali ma'naviyatimizni yoritsaqmi bo'ladi. Muxtar Avizov sazla tuzaldi, anglg'uchi sanmi tuzal degan ekan. Edward V. Said madaniyat va jahongirlik. Edward V. Said degan ismni g'arbning madaniyat tanqidchiligi va adabiy tanqidchiligiga oid maqolalardan ko'p uchratdim. Uning boshqalar tarafidan naqllangan so'zlari menda yangi o'y fikrlarni paydo qilib, uning asli asarlarini ko'rib beqish istikini uyg'otdi. U ism bilan tanishishim 10 yillar ilgari boshlangan bo'lsa kerak. Shuningdan beri uning xanzu tilida nashr qilingan asarlarning hammasini to'pladim va vaqtim yetganda ko'z yugurtib turdim. Oliy maktablar garchi oliy bilim yurtlari sanalsa-mu, uningdagi byurokrat sistemalar odamni bilimning haqiqiy mohiyatidan chatlashtirib shaklan vazifa o'taydigan bilim ma'dikorlarga aylantirib qo'yibdi. Men Edward Saidning asarlariga maxsus cho'kib tadqiq qilishni orzu qilsam-mu, u faqat shaxsiy xohishim sifatida turib qilib xizmat kun tartibidan o'rin ololmadi. Uyg'ur madaniyat sohasini uning tanqidiy ruhi bilan uchrashtirishni hozirma orzu qilaman va bu orzuyimning qarindosh bir qalam sohibining ijtihodi bilan amalga oshishiga surikdoshman. Edward Vodiy Said dunyoviy ta'sirga ega adabiyot va kultur tanqidchisi bo'lib, Yerusalim shahridagi bir arab oilasida tug'ilgan ekan. U tug'ilgan shu mezgilda Isroiliya degan davlat mavjud emas edi va Yerusalim Angliya kontrollig'idagi Falastinga tava qadamiy shahar edi. Uning ota-onasi protestant dini orqa ko'rinishidagi kishilar bo'lib, bu muqarrar holda Edward Saidning protestant muxlisi sifatida yetilishini belgilagan. Uning dadasi Yerusalim va Misr oralig'ida yuradigan savdogar edi. Said 12 yoshigacha Qohira va Yerusalim oralig'ida cho'ng bo'lgan. U Angliya ishg'oliyatidagi Misrning Qohira shahridagi g'arbcha maktablarda o'qigan. Keyin Viktoriya oliy o'qulida Iordaniyaning sobiq podshohi Husayn bilan saboqdosh bo'lib o'qigan. 1952-yili uning oilasi Amerikaga ko'chib borgan. U Amerikaning Princeton universitetida san'at bakalavurligini, Harvard universitetida san'at magistrligini hamda ingliz adabiyoti bo'yicha doktorlikni olgan. İngiliz, Fransuz, arab tillariga pishiq Edward Said 1963-yildan boshlab Kolumbiya universitetida o'qituvchilik qilishga boshlab, ingliz tili adabiyoti va selishtirma adabiyot professori bo'lgan. Edward Saidning kishilik salohiyati haqiqatan o'zgacha bo'lib, bu haqda uning o'zi mundoq yozgan.
Said degan bu arabcha familiyaga zaruriyati bo'lmagan inglizcha ism qo'shilib qolgan. Ya'ni men tug'ilgan yillarda onam Velish shahzodasi Edvardga ixlos qilar ekan. Men kichikimda uqqila bo'lmaydigan bir o'quvchi ekanman. O'zim falastinlik Misrda o'qibdiman. Arabcha ismga inglizcha ism qo'shilibdi. Pasportim Amerika pasporti. Salohiyatim mujmal. Ona tilim arabcha, maktab tilim inglizcha. G'arbning arablarga bo'lgan kultural jahongirligi ustidan bir umr shikoyat qilgan bu olimning ruhida ana shu jahongirlikning iznosi va uningga bo'lgan nafrat giralishib ketgan edi. U tarixning ziddiyatli kimlik to'g'risidagi tipik bir yoldomisini o'zida namoyon qilgan. U Amerika puhrasi bo'lsa-mu Falastinning huquqi uchun so'zladi. Protestant muxlisi bo'lsa-mu musulmonlarning jarohatiga diagnoz qo'ydi. G'arbda yashab sharqqa yestashlik qildi. Amerikada o'ltiraqlashgan bo'lsa-mu o'zini kultural sargardon his qildi. U Isroiliya tarafdorlari tarafidan radikal ataldi. Yosh Arafatni Isroiliyaning mavjudligini e'tirof qilib, O'rta Sharqning qatmal vaziyatini o'ngshashga undiganligi uchun falastinliklar uni ilmon dedi. U falastinliklarning portlatishlari ustida so'zlaganda, men har qanday shakldagi terrorlikni ayblayman. Shundaqla Isroiliyaning Falastin musofirlarini bombardimon qilishini terrorlik deb qarayman deydi va Yahudi tashkilotlarining qasdlash obyektiga aylanadi. Edvard Said 11-sentabr vaqasidan keyin Amerikaning musulmonlarga qaratgan bir taraflama siyosatini, jumladan ayni chog'dagi kichik bo'sh hukumatini qo'rqmay tanqidladi va terrorizm huquqi oyoq osti qilinib, hech qanday tanlash yo'li qolmagan nomrodlarning qorali dedi. Edvard Said ishxonasidan chiqmay fikr qiladigan ziyolilardan emas edi. Balki u bir umr ojizlar uchun so'zladi va o'z fikriga Falastinning istutaklik zaminidan xuruj izladi. U orientalizm, ya'ni sharqchilik, Falastin masalasi, kultur va jahongirlik, yepiqlangan islom, lamakan qatorliq ko'plagan ilmiy siyosiy asar yezib zo'r ta'sir qo'zg'adi va kultur tanqidchiligi sohasidagi keyingi mustamlikachilik eqimining yirik vakiliga aylandi. Angliyalik doktor Valeriya Kennedy Edvard Said tadqiq qilgan adabiyot, siyosiy kulturlar o'ttirisidagi munosabatning tahlilini mundaq 3 shaklga yig'inchoqlaydi. Birinchi, g'arb-sharq munosabatlarini mustamlika va keyingi mustamlika urani bo'yicha tahlil qilish. Masalan, orientalizm, kultur va jahongirlik. Ikkinchi, diqqatini Falastin masalasiga, arab islom madaniyatiga va bularning g'arb bilan bo'lgan munosabatiga qaratish. Uchinchi, ziyolilar va ularning bugungi vazifasini sharhlash. Aytilishicha, Edvard Said hukumat organining oqillar o'mikida xizmat qilmagan ekan. Uningcha bu bilimni huquq manfaatga bo'ysundirish bo'lib, undaq bo'lganda bilimning g'ururi va mustaqilligi dafsanda bo'ladi. U Amerikada yashab turib, Amerikaning tashqi ishlar siyosatini qattiq so'kib kelgan ekan. Edvard Saidning asarlari nazarimda sistemalik o'qimasam bo'lmaydigan asarlar bo'lib, ishkirlab o'qishga muvaffaq bo'lolmaganligim uchun bearam bo'lardim. Chunki uning asarlari odamni qiyqinib fikr qilishga, o'z realligimizga cho'kib turib hazm qilishga undaydigan nazariyaviy asarlar edi. Angliyaga manganda Saidning kultur va jahongirlik degan asarining xanzucha nashrini elib olgan edim. Chunki men Angliyadami xanzucha kitoblarni ko'rib turishim kerak edi. Undaq qilmasam xanzucha kitoblarni ko'rishdan chiqib qolatdim yoki ba'zi bir xatlarni unutib qolishim mumkin edi. Keyin o'rgangan tilni izchil pabalab turmasa orliqimiz yiroqlab ketishi mumkin edi. Bir qancha poch kitobni o'xshash kunlarda mos qadamda o'qiydigan odatim bor.
Bir tildagi kitobni o'qib zeriksam, yana bir tildagi kitobni o'qiyman. Bundaq bo'lganda kayfiyat almashib kitob o'qishni unumli holda uzun davomlashtirg'ili bo'ladi. Angliyadami shundoq qildim. İngilizce kitaplarni qiynalib o'qib yurib charchagan vaqtlarimda Kültür va Jahongirlik degan asarni ulab o'qidim. Xanzucha kitob menga oson ham tushunishlik tuyulib ketadi. 1993-yili e'lon qilingan Kültür va Jahongirlikni 1978-yili e'lon qilingan orientalizmning davomi deyishga bo'ladi. Lekin orientalizm nazariyaviyligi nihoyat kuchli, tushunish qiyin bir asar bo'lgan bo'lsa, Kültür va Jahongirlik g'arb adabiyoti tarixidagi asarlar ustida kultural mustamlikaning arziyatlariga yo'liqquvchi bir mutaxassisning nazari bilan tekshirish epag'an nisbatan ommabop asar edi. Edvard Said kulturni jamiyat, siyosiy, tarix va adabiyot bilan birikib ketgan uqum deb qaraydi. Şunlaşqa u g'arb adabiyoti tarixidagi bir qism klassik asarni noqul adabiyot nuqtasidan ko'zatmasdan, ularning siyosiy va iqtisodiy manfaat taqozosi bilan bo'lgan vositalik yoki bevosita sherikchilikni yechib ko'rsatgan. U William Blackning Jahongirlikning asosi san'at bilan fan, Jahongirlik san'at bilan fanga sal qarasa mavjud bo'lolmaydi degan so'zini naql elib, Kültürning Jahongirlikning homiysiga aylantirilishidek tarixiy reallikni ishora qiladi. Kültür Jahongirlik maqsadiga yetmoqchi bo'lgan hokimiyatlarning o'zlarining maqsadi, orzusi, axloq o'lchami va estetik intilishini ustulik bilan singdirib, o'ziga qarshi kuchliklar bilan kuch sinishadigan va o'zining ta'sir kuchini o'tkazadigan bir soha degan nuqtai nazar kitobga boshdan oxir singan edi. G'arb adabiyotidagi roman janri mo yiroq allarga intilish va kengayish xohishlari bilan zish bog'lanib ketgan siyosiy tendensiyasi kuchli bir forma bo'lib, uningdagi bayonning tartibi ham qurilmasi bir hokimiyatning g'arazidan derak beradi. Bu ma'nodan aytganda qandoq bayon qilish hokimiyatdir. Edvard Said dengiz sargardoni Robinson Crusoe'dagi bir yevropalikning Yevropaga tava bo'lmagan yiroq bir oroldagi tanho etish xarakterlik faoliyatlarining tasviri tasodifiy bo'lmasdan, balki kengaymichilik urinishlarining san'atlik namoyandasi deb qaraydi. U Daniel Defoe, Charles Dickens, Yosef Conrad, Rudyard Kipling qatorliq Angliya yozuvchilarining asarlarida g'arbning biz cho'ng, biz kuchlik, biz boshqalarni yetaklashga haqliq, biz erkinlik va tartibga vakillik qilamiz deydigan qo'ji bo'lish ideyasi aks etadi deydi va ularning asarlarini inchik tahlil qiladi. Biz insoniyatning o'rtaq azobiy ham bema'ni taqdiri ustida qalam tavratgan mavjudiyatchi deb qaraydigan Albert Camus, Edvard Saidning nazarida Fransiya jahongirligining Aljeriyadagi mustamlik siyosatining san'at obidasini tiklagan yozuvchi. Camus'ning Uyg'ur o'qirmanlariga tonish bo'lgan Yegona odam nomli povestidagi Mersol avtorning arablarga bo'lgan kamsitishini namoyon qilib beradi. Mersol bir arabni o'yinning o'rnida o'ltirib etib o'duqish va azoblanish tuyg'usida bo'lmaydi. Balki asarda o'lgan arabning ismimi aytib berilmaydi. Uning taqdiri va ayni jonsiz bir narsaning taqdiridek eransiz bir taraf qilinadi. Asarda arab degan nommu narsaning nomidek ta'sirat beradi. Said Camus'ning proza asarlarini necha avlod fransiyaliklar inchiklik bilan qurib chiqqan Aljeriyaning siyosiy jo'grafiyasining bir qismi bo'lib, Fransiya mustamlikasining mohiyatini aks ettirgan deb baholaydi. Said kitobning qatmuqat zimin chirmash tarix degan bobida jahongirlik to'g'risida Michael Doyle degan bir avtorning so'zini naql keltiradi. Jahongirlik bir turlik rasmiy va g'ayriy rasmiy munosabat bo'lib, bu munosabatda bir davlatning boshqa siyosiy jamiyatni kontrol qilishda unumli egilik huquqi bo'ladi. Bundaq kontrol qilish zo'rliq kuch yoki siyosiy hamkorlik orqali amalga oshadi
va yoki iqtisod, jamiyat va madaniyat jihatdagi tayinish orqali amalga oshadi. Davrimizda bevosita kontrol qilish asosan oxirlashdi. Növbətdə görürüz ki, cahangirlik burunqidakli konkret siyasi ideologiya, iqtisad və ictimai fəaliyyətlərdə adətdəki mədəniyyət sahələrdə davamlıq mövcud olub turur. Roşenki qoral küçü bilan boshqalarning zeminini, boyliqini egilib olish va muayyan ideologiya tashviqotlari orqali bu qilmishni haqliq qilib ko'rsatish jahongirlikning an'anaviy formasi sifatida davomliq saqlanadi. Shuning bilan bir vaqtda boshqalarning e'tiqodi, tafakkur qilish shakli, vaqt boshqarish usuli, sayohatchiligi, mo'zi va tushlarni intizom qilibig'i tushirishni xarakter qilgan kultural jahongirlik, ya'ni madaniyat jahongirligi bir butun jahongirlik sistemasini usul jihatdan yanama beytdi. Jahongirlik va jahongirlikka qarshi millatchilik bugungi dunyoning siyosiy xaritasiga o'chmas izlarni qoldirdi. Shundaqla ayni vaqtdagi kamsitilish tuproqidan ungan millatchilik kuchayish bosqichini tamomlab yangi bir jahongirlik tamasida o'zini namoyish qildi. Jahongirlikning kultur sohasidagi ta'sirini shuningdan ko'rib olib bo'ladiki, jahongirlikning harbiy, siyosiy, iqtisodiy shaklidan soqit bo'lgan xalqlar uzun o'tmayli ayni vaqtdagi xo'jayinini sig'inishga boshlaydi. Chunki mustamlikadan qutulib barpo bo'lgan yangi davlatning burjua qatlamining rahimsizligi va mustabidligi kishilarga ketib qolgan yod koni xo'jayinni eslatib qo'yadi. 1990-yildan e'tiboran paydo bo'lgan O'rta Osiyo davlatlaridagi bir qism avomning Stalin davrini sig'inishi buningga obdan misol bo'ladi. Mana bu alomatlar madaniyat jahongirligining zamonaviy tarzdagi psixologiyalik jahongirlikdan iborat ekanligini ko'rsatadi. Jahongirlik yoki madaniyat mustamlikchiligi yer sharidan qachon yo'qaydi? Edvard Said aniq bir javobni o'ttirg'a qo'ymaydi. Bu savol nemishqidir Qaysar yurak filmida bosh rol olgan Mel Gibsonning rejissyorligida ishlangan Beshorat degan filmdagi bir qabila boshlig'ining cho'chigini esimga soldi. Bir odam dunyoga ega bo'lmoqchi ekan, biroq kuchi ojiz kelib qoldi. Hayvonlar uningga yordam qilib yilon o'tkir purash sezimini, qoplon kuchlikligi va chabdasligini, burkut o'tkir ko'zini u odamga beribdi. U odam hayvonlar ato qilgan turli qobiliyatni o'ziga jamlab maqsadiga yetish uchun otlanibdi. Shu vaqtda bir jaran u odam maqsadiga yetib baxtli bo'ladigan bo'ldi degan ekan. Buni anglagan mushuk yopiloq tamkinlik bilan u odam sizlar taqdim qilgan kuch-qudratga ega bo'ldi, biroq men uning ruhidan mangu to'ldirib bo'g'ilib bo'lmaydigan bir hongni ko'rgandek bo'ldim.
insonlar ana shu hangni to'ldirib bo'lolmay baxtni qo'ldan berib qo'yadi deb javob beribdi. Filmda qabilalar bir-birini qiradi. Odamlar o'ltirilib qonliq nazr o'tkaziladi. Bosh qahramon qatli supsidan ming bir xatardan halqib ona makoni bo'lgan o'rmonliqqa qaytib muktirib qo'ygan ayoli va o'g'lini tepib jam bo'lganda ular qirg'oqqa yiqilib kelgan Yevropa mustamlikachilarining kemisini ko'radi. Buningdan biz mundoq bir yakunga erishimiz. Har qanday bir madaniyat o'zining chirish bosqichini zo'ravonlik va qonxo'rlik orqali namoyon qiladi va asta-asta barbod bo'lish harpisiga kiradi. Ichidan chiriyotgan madaniyat yot bir hukmronni o'zimiz sezmagan holda o'z o'rniga chillayotgan bo'ladi. Bir hadisda shundoq bir zamon keladiki, kishilar topgan pulining halol yoki harom bo'lishi bilan hisoblashib o'ltirmaydi deyilgan ekan. Jahongirlikning bo'lishki odamlarning tizginsiz nafsidirki, yaxshi yomonni ayrimaydigan har bir yakki shaxs hokimiyatlashgan aldamchilik va bulongchilikning asosiga aylanadi. Ular tuzgan qonun ashu nohaqchilikning niqobi bo'lib qoladi. Jorji Orwell hayvonlar qo'riqi. Jorji Orwell degan ismni bilatdim. Uning asarlari to'g'risidagi qaydlar men o'qigan maqolalarda uchrab qoladi. Afsuski bu yozuvchi haqida ichkirlab muhokama qilishga e'tibor bermay qolgan ekanman. Uyg'ur ziyolilari Rossiya Sovet adabiyoti to'g'risida bir qadar keng ma'lumotga ega bo'lib, bizga tanishtirilgan chet ellar adabiy asarlarining ichida shu adabiyotdagi asarlar zo'r salmoqni egallab keldi. G'arbiy Yevropa ellarining adabiyotidagi asarlarning noita oz bir qismini yuzaki tonish bilan cheklandik. O'rta va Yiroq Sharq adabiyotining hozirgi ahvoli biz uchun umuman mavhum bir dunyo. Bu biz yashagan makon va zamonda hukm surgan ideologiya barpo qilgan ma'naviy reallikdirki, ideologiya vaziyatga qarab turli shaklda sahnaga chiqib turadi. O'zgarishchan vaziyatning mohiyat haqida fikr qilish salohiyatini hozirlagan kishilar uchun sir emas. Jorji Orwell bilan Angliyadagi bir yillik ilm tahsilida bir qadar cho'nqurlab tanishdim desam bo'ladi. Buningga Cambridge universitetida o'qigan jungolik qiz May xonim sababchi bo'lib qoldi. May xonim adabiyot bilan xeyli keng doirada tanish edi. Men uning yotiqida saqlangan kitoblardan kuchli ilhom olgan va uning tavsiyasi bilan ba'zi bir kitoblar bilan tanishdim ham qurbim yetganlarni setib oldim. Cambridge universitetining o'quvchilari bilan oz to'la paranglashish fursatiga erishib qolsamla, ularning ideyasiga qiziqmay turolmaydim va bu ideyaga turtki bo'lgan omillarni so'rashga ahamiyat beratdim. Shularning ichida menga ideyaga oid uchurlarni ko'proq bergani Ross bilan May bo'ldi. Bir kuni biz ijtimoiy barobarlik haqida paranglashib qoldik. Her qaysi elning tarixida talay qitim inqilob bo'lgan. Inqilob boshlanganda g'oyalar oliyjanob va go'zal bo'lib, mavjud jamiyat bilan ro'shan selishtirma paydo qiladi-da, kishilarni faol harakatga undaydi. Ammo inqilobning mevasi g'alabidan keyin o'xshashlik oz sondagi jamiyat sarxillarining qo'liga tushib qoladi. Tarix mo'shundoq ravishdagi saboqlar bilan to'shib ketgan bo'lsa-mu, insonlar tarixning ashu koni illatini takror sodir qilishadi. Gap mushu haqdagi ibratlik misollar ustida ketayotganda May xonim Jorji Orwellning mono so'zi orqali hammani yig'inchoqladi. Hayvonlarning hammasi tug'ilishidilla barobar. Biroq ularning ba'zilari boshqalaridan bakrak barobar. Bu gap menga qiziq tuyulib ketdi-da, darhol putovog'im keldi. Men qog'oz izlab damonliq topolmay Edward Saidning Kultur va jahongirlik degan kitobining ich muqovasini ichib Mayga tangladim. U yuqorqi mashhur so'zni o'z pochirkisi bilan qoldirib berdi. Bu so'z siyosiy nutuq va maqolalarda ko'p ishlatilgan, dedi May menga. Men May yezib bergan jumlani diqqatimdan takror o'tkazdim.
Bu söz bağansırı ziddiyetlik hem həcvi bilindi. Cümlede baraverlik sözü ikki yerde tekrar işletilgen bolsa-mu, ma'nisi başka idi. Birincisida asli ma'nisidan yodlashmagan bir baraverlik ma'lum idi. İkincisida suyi iste'mol qilingan va yodlashgan bir baraverlik ayon idi. Cümlenin o'ranidan qaraganda baraverlik ta'bir berguvchi haqiqiy baraverlikning kushandisi bo'lsa-mu, lekin ta'bir berish huquqini kontrol qilguvchi edi. Bu cümle siyasi ustadlıkның belgisi süpütede inqilabның meyvesini özünün qiliveliş neyranglarını aşkara qılattı. Cümlede tarihi çillik, suikast ve mesxire birli vakitte öz ifadesini tapkan idi. Bu söz Orwell'nin qaysi əsəridən ilingan, deb soradım May'din. May, hayvallar qoruqida ba. Bu əsər qısqa, meğizli qezilgan, bekli qiziqarlıq, dedi. Men hayvallar qoruqi degan nefis kitobni bir necha kun ichida tepib bir qur ko'rib chiqdim. Mazkur asar bilan baldurroq yuz ko'rishmaganimdan afsuslandim. Ammo menda nima amal? Bilish harakatimiz ko'p holda muhit bilan chetishlik ekan. George Orwell'ning asli ismi Erik Arthur Blair bo'lib, yozuvchi keyin bu ismni taxallus qilgan. George Orwell jurnalist hem yazgıcı bolup, onun nomi hakim mutlaq siyasi tüzümge bo'lgan qarshilik ve ijtimoiy adolatga bo'lgan chaqiriq bilan zish bog'langan holda Yevropa hem butkul dunyoning siyosiy ideya tarixida mashhur. Uning dadasi Angliya mustamlika doiralarining Hindistondagi amaldori bo'lib, Orwell Bombayda tug'ilgan. U 4 yoshga kirganda oilasi bilan Angliyaga qaytib shu yerda o'qigan. Uning o'qish natijasi alohida yaxshi bo'lg'achqa, u odatdagi odamlarning bolalari kirolmaydigan Eton maktabiga haqsiz qabul qilingan. U shu maktabda kambag'allarning bolalarini kamsitishdek tengsizlikning ta'mini tetishga boshlagan. U o'qish bitkizgandan keyin Britaniya imperiyasining Birmada turishliq soqchi qismida ishlagan. Hem u yerda ishlagan 5 yil jarayonida yerlik xalqning kulfatlarini yetarlik darajada ko'rib tushangan. Orwell oxir mustamlikaning yontayiqi bo'lishdan yaltiyib, odamga odam hukmronlik qiladigan har qanday siyosiy bilan murassalashmaslik irodasiga kelgan va Birmadagi Kunlar degan romanni yozib 1934-yili nashr qildirgan. Orwell bir mezgillik hayatını yeziqchilik bilan o'tkazib, Parij ve Londondagi g'urbatchilik, vegan portiga boradigan yo'l qatorliq asarlarni yozib e'lon qiladi. U 1936-yili ayoli bilan Ispaniyaga berib, Cumhuriyatni qo'g'dash urushiga qatnashadi. Shu jarayonda u Ispaniya kompartiyasining maxfiy holda odam tutishlarini o'z ko'zi bilan ko'rib, bu harakatning Stalin davridagi ishki tozalash harakati bilan birdek ekanligini his qiladi. Uning ko'z oldida nurg'un begunoh odam fashizm bilan til biriktirgan deb bir kechada yo'q qilib etiladi. Orwell o'z hayotining xavf ostida qolganligini bilib, nurg'un xatarlik jarayon bilan Ispaniyadan qochib chiqadi. U Ispaniyada ega bo'lgan ta'sirotlarini Sovet to'g'risidagi anglaganlari bilan birlashtirib, hamma odam tushunalaydigan, hamma tillarga oson tarjima qilg'ili bo'ladigan ommabop bir asarni yozib chiqmoqchi bo'ladi va 6 yil kallasida pishirib 1943-yili qo'liga qalam oladi. Shuning bilan Hayvallar qo'ruqi degan povesti dunyoga kelib 1945-yili nashrdan chiqadi. Bu kitobning xanzochi tarjima nusxalari ko'p bo'lib, har qaysi adabiy tarjimonlar tarafidan orqa-orqadan tarjima qilindi va dunyoviy klassik asarlar qatorida yoshlarning o'qishliqiga aylandi. Kitobning nashrga berilish va nashrdan chiqish jarayoni to'g'risida mazkur kitobning tarjimonlarining biri bo'lgan Fuvisi apandi kirish so'z yozib, ba'zi tushuntirishlarni beradi. Bu kitobni tarjima qilish haqidagi ideya Jongoning ziyolilarida madaniyat zo'r inqilobi davrida shakllanib bo'lgan ekan. Hayvallar qo'riqining sujeti nihoyatda oddiy edi. Jones ismli bir odamning egidorchiligida bir qo'riq bor bo'lib, Manor qo'riqi deyiladi.
Qo'riqdagi turlik hayvonlar cho'shqilar oqsoqolining tashviqoti bilan insonlarning rahimsiz diktaturasini tonib yetadi. Hayvonlar birlikda zo'rliq kuch tashkillab Jonisni qo'riqdan haydab yetadi-da, qo'riqning aslidagi nomini hayvonlar qo'riqi deganga o'zgartirdi. Ular 7 moddalik mezon tuzib o'zaro barobar bo'lgan yangi turmushni boshlab etadi. İnqilabning g'alabasidan xushal bo'lgan hayvonlar cho'shqilar tabiqasining rahbarligida tirishib ishlab ochliqdan mo'l g'usul oladi. Biroq mahsuloti oshgan siri hayvonlarga tegadigan norma ozlab ketadi. Hayvonlar kech kunduz jafoliq ishlaganiga yarasha baxtli turmushga ega bo'lolmaydi. Ular tok chiqarish uchun choq balak qurilishi qiladi. Biroq qurilishning sufati layoqatlik bo'lmay bir qitimliq kechilik bo'ronda choq balak o'rilib tushadi va bu ish bir qitimliq ishki tozalash harakatiga sababchi bo'lib, nurg'un begunoh hayvon qatl qilinadi. Savodsiz nodon hayvonlar sadoqat bilan ishlashni biladi-yu, cho'shqalar tabiqasining hiyla-nayranglarining tegiga yetishga qodir bo'lolmaydi. Cho'shqilar barobarlik mezonini ustuliq bilan paydin-pay o'zgartib, o'zlari alohida imtiyozga ega bo'lib elib, rohat farog'atda samirib yashaydi. Aksicha boshqa hayvonlar qerib, ojizlab ketadi. Aslida odamlarning hukmronligiga qarshi cho'shqilar qo'shni qo'riqlarning xo'jayinlari bilan yiqilishib, odamlardek karvatda uxlaydigan bo'lishadi. 2 putliq bo'lib mangadigan bo'ladi. Odamlar bilan qadah so'qishtirib piva ichishadi. Hayvonlar biz barobarlik uchun birlikda inqilob qilgan edik. Acaba rohat farog'at va jafo mushaqqatda barobar bo'lanmidiq-ku deb so'raganda ularning erishgan javobi to'g'ri. Hayvonlarning hammasi barobar, lekin ularning ba'zilari yana ba'zilaridan bakrak barobar degandan iborat bo'ladi. Asardagi hikoya hayvonlar o'ttirisidagi munosabatni qanot yoyadi. Shunglashqa kengaytib yozilgan satirik masaldak ta'sirot beradi. Tabiiy holda Izop masallalari ham kalila va daminidagi hikmatlik masalalar yodimizga kelib, majoziy til bilan so'zlaydigan janrlarning qimmati to'g'risida yangi bir tonishga ega bo'lamiz. Mashhur adabiy tarjimon Fu Veysi apandi hayvonlar qo'riqining Xanzochi nashriga yozgan kirish so'zida alohida eskartish berib, bu asarda hargizmi Jongo ko'zda tutilmagan, chunki bu asar yozilgan vaqtda yeni Jongo texi qurilmagan deb yozadi. U asarning Stalin davridagi oq terrorlikni tutqi qilib, shu davrni aks ettirganligini tarixiy materializm bilan dalillab ko'rsatdi. Yazg'uchi Orwellning o'zimi sotsializmchi bo'lib, u sotsializmni haqiqiy mohiyatidan yiroqlashtirib etishga qarshi edi. Uningcha har qanday inqilob va inqilobning mevasi bo'lgan siyosiy hokimiyat keng xalq ommasining demokratik nazoratidan ayrilib qolsa, shundaqla sog'lom qonun asosiga ega bo'lmasa, tarixdagi asl inqilobchilarning orbitasiga kirib qoladi. Fu apandi hayvonlar qo'riqining maqsadi kishilarni sotsialistik jamiyatni yodlashtirib etishdan ogohlantirish deb alohida ta'kidlaydi. Bizning qarashimizcha xalq uchun hokimiyat yurgizadigan qatlamlar alohida bo'lib elib, xalq bergan huquqni o'zlari uchun xizmat qildirib, xalq ommasi bilan alohida farqlanib turib olsa, chirigan sarxillar qo'shuni sifatida sotsialistik hokimiyatga xavf olib keladi. Orwellning bu asrini ideya jihatdan to'liqlaydigan va izchillikqa ega qiladigan yana bir asari 1984. Mazkur asar va Yevgeniy Ivanovich Zamyatinning Biz, Aldosli Huxleyning Jangovar yangi dunyo qatorliqlar utopiyachilikka qarshi 3 mashhur asar bo'lib hisoblanadi. Asarning asli ismi Yevropadagi oxirgi odam bo'lib, muharrir tarafidan 1984 qilib o'zgartirilgan. Asarda tasvirlanishicha 1984-yili dunyo Tinch okean davlati, Yevroasiyo davlati va Sharqi Osiyodan iborat 3 darajadan tashqari davlatga ayriladi.
Bu davlatlar huquqni yuksak darajada markazlashtirib, tarix o'zgartish, so'zlarni o'zgartish, ideyani birlikka keltirish ep berib, hammaga ekran o'rnatib, odamlarning harakatini qattiq kuzatadi hamda shaxsga cho'qinishni yo'lga qo'yadi. Amerika Harvard universitetining professori Joseph Neshiklar o'zining siyosiy va siyosiy mutafakkur nomli asrida George Orwellni Montesquieu, Rousseau qatorliq mutafakkurlar bilan bir qatorda baholaydi. U shafqatsizlik bo'libmi reallikni formulash bilan yolg'onchilik 1984 ning siyosiy intizomini hosil qilgan deydi. Qattiq besim ichida ep berilgan formulash va yolg'on so'zlashlar bir turlik menga yo'yish harakati bo'lib, bu shu asardagi o'tmishni tizginligila bo'lsa, kelgusini tizginligila bo'ladi. Hozirni tizginligila bo'lsa, kelgusini tizginligila bo'ladi degan mashhur so'zidan ma'lum bo'ladi. Orwellning asarida tasvirlangan xususiy faoliyatga bo'lgan qattiq nazorat Huxleyning jangovar yangi dunyosida texmi voyaga yetkazib tasvirlangan. Bu romanda organlar insonda hayojon bo'lmasa jamiyat muqim bo'ladi deb qarab, tabiiy qo'saq ko'tarib farzandlik bo'lishning o'rniga sun'iy ko'payishni yo'lga qo'yadi. Balalarni homila vaqtida g'idiqlab tarbiyalab, ularni 5 tabaqa bo'yicha o'xshamagan alohidalikka ega qiladi. Bu orqali ularning kelgusidagi ijtimoiy o'rni va taqdirini belgilaydi. Masalan, po'lat toblash sexiga uyg'unlashtirilgan odamlar olam kemisida ishlashga loyiqlashtirilganlar bilan o'zini selishtirmasdan eng afzal ishni qilyapman deb to'liq rozimanlik bilan ishlaydi. Shuning bilan ijtimoiy sistemadan chatoq chiqmaydi. Odamlarning ingini tarbiyalashda uxlatib tarbiyalash bilan reflekslik tarbiyalash teng qo'llaniladi. Uxlatib tarbiyalagan birov o'zini boshqalardan baxtli his qiladigan bo'ladi. Reflekslik tarbiyada odamlar gul va kitobga o'z qilib tarbiyalanadi. Gulni yaxshi ko'rish tabiatni yaxshi ko'rish bo'lib, tabiatni yaxshi ko'rish jamiyatga bo'lgan ziyonni keltirib chiqarishi mumkin. Kitob jamiyatga yot ideyalarni paydo qilishi mumkin. Bu jamiyatdagi moddiy ehtiyojlar muqim oila va nikohdan xoli holda muhabbatsiz qoldiriladi. Kishilarning o'tmish bilan bo'lgan aloqasi uzilgan bo'ladi. Bu jamiyatda baxt tabletkasi degan bir narsa bo'lib, xafa bo'lgan, ochiqlangan odamlarga berilgan hamon kallisi shirin tuyg'ularga to'ladi. Demak, jangovar yangi dunyoda tartib intizom ichida qurib chiqilgan go'zal bir dunyo bor. Uningda intizomga tushmagan narsalarning hammasi mavjudlik huquqiga erishmagan. U yerda kontrol ichidagi baxt, tartib va qondirishlar bor. Biroq individuallik bilan insoniy hissiyot, kishilik xarakteri yo'q. Insonda bo'ladigan ehtiyoj va xarakterlarning hammasi markazlashtirilgan. Yuqoriqilardan ko'rish mumkinki, jangovar yangi dunyo garchi 1984 dan burun yozilgan bo'lsa-mu, hokim mutlaq jamiyatning kelgusi obrazini fantaziyalashtirib suratlab ko'z oldimizga 1984 dagi hokim mutlaq jamiyatning ravojini namoyon qiladi. Men mayli Orwell bo'lsin, mayli Huxley bo'lsin, bularning asarlaridagi tamsillik xususiyat va fantaziyalik tarkibdan g'arb yozuvchilarining o'z safosini yetildirishdagi ijtihodini ko'rib yetgandek bo'ldim. Ular jamiyatga sodda bir realistik nazar bilan qarab to'xtab qolmaydi. Balki muayyan saviyadagi mutafakkurlik bilan ko'z oldidagi hodisalarni kelgusi bilan bog'lab tasavvur qila oladi. Orwell nuqul adibla emas, balki bir siyosiy munajjim edi. İsmail Qadir Ta'bir Sariyi. Angliyaga chiqishdan burun İsmail Qadir ismli dunyoviy yozuvchining boliqidan xabarim yo'q edi. Jungoda madaniyat jihatdagi g'arblashishga qarshi shamol chiqib turgan sari g'arb adabiyoti shuncha ko'p tanishtirilib kelindi. Buni xuddi qo'rqqan narsani yaxshi ko'rishdek paradoks hodislarining biri deyish mumkin.
G'arbga ham intilish ham qarshi turish Junguliqlarning madaniyat psixikasidagi murakkab tanlashning bir ifodasi sifatida hammamizga aydın bir reallikdir. Uyg'ur ziyolilarimi oldingi asrning 80-yillaridan tortib Xanzu tilining vositasi bilan Yevropa va Amerikadagi taraqqiy topgan madaniyat va iqtisodda hokim o'rinda turayotgan allarning adabiyotidagi katta namoyandalar bilan tanishib keldi va qisman darajada ularning ta'siriga yo'liqdi. Bizning chet ellarning adabiyoti haqidagi bilish doiramiz Jungodagi ma'muriy ideologiyaning moyilligi bilan bog'langan bo'ladi albatta. Angliyadagi madaniyat xodimlari bilan uchrashganimda biz uchun yangilik bilingan adabiyot yulduzlarining allaburun klassiklashib o'tmish davrlarga mansub bo'lib ketganligini bayqadim. Ular davomliq oldiga yuzlanib badiiy ifodalashning yangi oshqushlarini maydonga keltirib bo'lishgan edi. Bizning adabiyot avangardlarimiz ularning o'tmishida, ularning o'zlari bo'lsa kelgusida yashayotgan edi. Ko'nglimdagini aytganda Londondagi kitobxonalarga kirib, ishkoplardagi kitoblarga qaraganimda, menga nisbatan ismi noma'lum ammo bo'sish xarakterlik natijalari bilan Angliya o'qirmanlarining ixlosiga erishgan adiblarning ko'pligidan ko'zim olachakman bo'lib ketdi. Adabiyotning ijtimoiyatida girbaklish taqdiridan saqit bo'lolmaganimdan mayuslandim. Meni ismining yengiligi bilan taajjublantirgan g'arb yozuvchilarining biri Ismoil Qodir bo'ldi. London universitetining o'qituvchisi doktor Edmondning kutubxonasida ziyoratda bo'lganimda, Edmond menga Ismoil Qodirning Sakbari Aprel nomli kitobini tanishtirgan edi. Edmond Angliyadagi musulmonlar jamoatining ma'arif masalasini tadqiq qiladigan odam bo'lg'achqa, Albaniyalik bu yozuvchining asriga alohida diqqat qilgan edi. Amin Ma'alov, Orxon Pamuk, Najif Mahfuz, Ismoil Qodirlar va Uyg'ur yozuvchisi Abduvali Alining Affaq G'oja to'g'risidagi romani Edmondning badiiy ko'rsatishlarining doirasidagi jalbkor nuqtalardan edi. Ismoil Qodir bu ism menga shundoq o'z va yiqimliq tuyulib ketdi-da, uning kitobini ko'rib beqish istiki paydo bo'ldi. Sakbara Aprelni Edmonddan oriyatga ilib bir qur ko'rib chiqqan bo'ldim. Jumlalar she'riy puroqqa boy, bayonlar jalbkor, asarning badiiy saposi g'arb adabiyotidagi zamonaviy uslub bilan yondosh edi. Keyinchi men kitobxonalarga kirsam, Ismoil Qodirning asarlariga maxsus nazar soladigan bo'ldim. O'lgan armiyaning generali, ta'bir sariyi, konsert, bahordagi gullar va bahordagi qarov, qo'rg'on qatorliq asarlarning inglizcha nashri ko'zimga cheliqdi. Yozuvchining asosiy mavqesi hokim mutlaq jamiyatning insoniylikqa epkagan ofatlari ustidan shikoyat qilish bo'lib, bu jihatda u Milan Kundera bilan o'xshash tipga kiradi. Xerton Miller, Kundera, Viklav Havel, Ismoil Qodirlarning hammasi sharqiy yevropaliklar bo'lib, Stalinizmning judullarini yetkuchi tetigan hamda shu haqda mo'l kechirmishlarga ega bo'lgan edi. Azob g'urur bilan to'qinishganda talantni urug'itadi. Yuqorqi yozuvchilar noqul azoblik turmush tindirmasi bilan adabiyot yulduzlariga aylangan emas, balki ular yana yetarlik badiiy sapo tarbiyasidan o'tganlar edi. Angliyadan qaytib kelgandan keyin Ismoil Qodir asarlarining Jungo o'qirmanlariga tanishtirilishga boshlaganligini ko'rdim. Jungoning tarjima adabiyotiga haqiqatan sal qarag'ala bo'lmaydigan yerga yetgan edi. Sharqiy Yevropadagi hokim mutlaq tuzum davridan balqib chiqqan yozuvchilarning tanqid ruhiga boy asarlari Jungo o'qirmanlarining diqqat markazidan allaburun joy olgan edi. Ismoil Qodirni Jungo o'qirmanlari tarafidan sal qaralgan, ammo bayqalgan hamon hayronlik paydo qilgan deyishga bo'ladi. Mening hozirgi nishonim Uyg'ur o'qirmanlariga Ismoil Qodirni mufassal tanishtirish emas.
Men uning obzorchilar tarafidan yuqori baholangan Ta'bir Sariyi nomli asrini cho'ridigan holda o'qirmanlarga uning adabiyot qasridan yeb uchi beraman. İsmail Qadir Albaniyalik yozuvchi. U shoir, tanqidchi, dramaturg va ijtimoiy faoliyatchi bo'lib, bugungi Yevropa osmonidagi bir parlaq yulduz deb qaraladi. Uning nurg'un asri uning ona tilidan boshqa 30 xil chet el tiliga tarjima qilingan. Ba'zilar uni Kafka, Hemingwaylar bilan selishtiradi. U ko'p qitim Nobel adabiyot mukofoti nomzodligiga ko'rsatilgan. Biz quramliqlar odatda Albaniyani ancha tushunib ketmaymiz. Mao Zedong davrida Jungo bilan Albaniyaning munosabati qo'yiq bo'lib, 1960-yillarning boshlarida xalqaro kommunizm lagerida ig'ir ixtilof ko'rilib, bu lagerdagi jandoslar Sovetlar ittifoqi bilan Jungo birinchi nomerlik raqiblarga aylangandan keyin Jungo bilan Albaniya jandost bo'lishib, Albaniya Emgak partiyasining bosh sekretari Anvar Xo'ja Jungoga ziyoratga kelib turgan. Shundoq bir baytal minal siyosiy muhabbat va yaqinchilik sababidanmikin 1960-yillarning oxirlari va 1970-yillarning o'ttirlarigacha Salom Albaniya degan naqshini uyg'urcha aytish, chet el kinolarida faqat Albaniya kinolarini ko'rish, u kinolarning naqshlarini aytish va bu davrda tug'ilgan uyg'ur bolalarga Anvar deb ism qo'yishmi moda bo'lgan edi. Oldingi asrning 60-70-yillarida Uyg'ur matbuotlarida Albaniyaga hissdoshlik qiladigan xohishdagi ba'zi bir asarlarning e'lon qilinganligi ma'lum. Biroq hozirgi yoshlarimizdan Albaniyani tushunadiganlar nihoyatda oz bo'lsa kerak. Fikr muallifmi ancha bilmaydiganlarning ichida. İsmail Qadirning dunyoviy yozuvchi bo'lishi hargizmi tasodifiylik emas edi. Albanlar uzoq tarixiy madaniyat va adabiyot an'anasiga ega bo'lish bilan billa dunyo adabiyotining yangi natijalari bilan vaqtida uchrashib turadigan hamda bir turkum yuqori badiiylikka sohib adabni o'ttirg'a chiqara olgan. İsmail Qadir yoshligining dastlabki yillarida o'zining she'riy talantini namoyon qilib bir necha she'r to'plamini e'lon qilgan hamda she'riyat sahnasidagi mashhur shoirlarning diqqatini qo'zg'agan. U 20-asrning 50-yillarining oxirida Moskvadagi Maksim Gorkiy adabiyot institutiga avatilgan va u yerda rus, fransuz tillarini tirishib o'rgangan. 1961-yili Albaniya Sovet munosabati uzilib Tiranaga qaytib kelgan. Uning qaytib kelgandan keyin e'lon qilgan bir necha dostoni Anvar Xo'ja va Emgak partiyasining buyuk tuhfalarini madhihlaganligi uchun shoir hukumat doiralarining qaltis e'tiborishiga erishgan. Hatto Anvar Xo'ja bilan bevosita bodi keldi qila olgan. 1990-yili Sovet ittifoqi parchalanganda Albaniya Emgak partiyasi hokimiyatdan ayrildi. İsmail Qadir ba'zi bir siyosiy radikallarning tahdidida qilib, Fransiyadan siyosiy panohlik tilab Parijga chiqib ketgan. Ba'zilar uni vatan xoini deb ayblagan. Lekin İsmail Qadir vaziyatni ko'zatishga mahir odam bo'lib, garchi o'zi Parijda tursimi taratqularda suhbat bayon qilish, oliy maktablarda leksiya so'zlash orqali o'zining siyosiy maydonini bildirib turgan. 1999-yili Kosovodagi albanlar fojialik kunga qolganda İsmail Qadir Amerika rais Cumhuri Clintonga maktub yozib albanlarni qirg'inchilikdan qutuldirishni talab qilgan. Biz go'yo bir-biriga zid ikki İsmail Qadirni ko'rgandek bo'layotimiz. 1990-yilining oldi kaynidagi xalqaro vaziyat o'zgarishi diktator hokimiyatni tanqidlaydigan İsmail Qadirni maydonga keltirdi. U albanlarning tarixiy va folklor boyligidan oziq elib, tamoman yangicha badiiy ifodalash usullari bilan albanlarning lirik badiiy obrazini yaratdi va o'zimi hokim mutlaq tuzumning shikoyatchisiga aylandi.
Ta'bir sarayı İsmail Qadirning prozchiligida mayli badiiy palla yoki siyosiy tendensiya jihatda bo'lsin alohida o'rin tutadi. Asarda tasvirlanishicha Osmoniylar davrida ta'bir sarayı deb alohida bir organ bo'lgan bo'lib, joy-joyga qurilgan minglagan tarmoqqa ega. Bu organ sulton tarafidan maxsus ta'sis qilingan bo'lib, vazifasi xalq ko'rgan har xil tushni yig'ish, tanlash, turga ayirish, tahlil qilish, bekitish va bir taraf qilish, oxirida mamlakatga tahdid bo'ladigan omillar bayqalsa darhol yuqoriga ma'lum qilishdan iborat. Tahdidlik tushga binoan hukmronlar dahshatli bostirish iborat. Ta'bir sarayining qurilmasi sirliq ham murakkab bo'lib, qasrlar bir-biriga kirishib ketgan. Qorong'u agri-bugri koridorlarning oyog'i yo'q. Hech qanday belgi va xatlarni ko'rgili bo'lmaydi. Bu g'alit saroy xoligan odam kiradigan yer emas. U yerda nihoyat ko'p odam xizmat qiladi-yu, bir-biriga yo'liqmaydi. Go'yo boshqa odam yo'qdekla tuyuladi. Asardagi bosh qahramon Malik Olim Osmoniylar ordusida muhim xizmatlarni o'tagan 5 nafar vazir chiqqan Quprili jamoatiga tava alohida bir xodim bo'lib, tog'illarining tirishchanlik ko'rsatishi bilan ta'bir sarayida tush tahlil qilish layoqatiga erishgan. Imperiyaning har qaysi rayonidan kelgan tushlarni ayirvashlash, tahlil qilish va bir taraf qilish jarayonida Malik Olim jamoatiga munosabatlik mundoq bir tushni yo'liqtiradi. Kövrük bo'yidagi bir parcha toqir yer. U yerda axlatlar dövilinib ketgan. Tashlandiq narsalar, to'pa va eski daslar orasida g'alati bir qadimki soz o'zligidan kuy yangratib turadi. Bir to'paq go'yo muzikadan asabiylashganda ko'rik bo'yida turib mo'raydi. Dastlabda u bu tushga ancha eranqib ketmagandek bo'ladi. Ammo bu tush uningga takror uchrab birdilla diqqati qo'zg'aladi-da yuqoriga ma'lum qiladi. Kutilmaganda u tush uning jamoatiga chetilib Quprili jamoatining beshiga chiqadi. Ammo Malik Olim o'zining vazifasida turaveradi. Malik Olim tush tahlil qilishga beshchilab kirib ketgan edi. Kallisi mo'l tasavvuriga to'yingan. Rengarang tushga mastona bo'lib ketib, real dunyo xunuk, bemazza, ma'nisiz tuyuladigan bo'ladi. Tushlarning hammasi davlatning egidorchiligida, taqdiri kishilarning o'z ilkida emas. Malik Olim shaxsni to'limi arzimas, ojiz va bechora his qiladi-da, hamma narsaga pasib moslashishni eng yaxshi tanlash sifatida qabul qiladi. Asarda Malik Olimning turqini ko'gili bo'lmaydi. Xuddi arvohdek uning ovozi bilan harakatila ma'lum. Bu asar go'yo inson xarakteriga zid bir ijtimoiy reallik haqidagi tragediyalik go'zallikka to'yingan arznamedek bilindi. Asarni o'qib bo'lgan shu kuni kechasi men tush ko'ribdiman. Bu tush mundoq edi. Parchalanib yimirilayotgan yer shari. Yer sharining bir tarafida suv, yana bir tarafida o't. Men bir to'p odam bilan sozliq bir jilg'iga qopsilib qopdiman. Jilg'i shu qadar torki, menish nihoyatda mushkul. Men o'tqa tushib ketayotganlarning nolisiga chidamay ularni tortib olish uchun qo'limni sunug'idakman. Lekin ba'zilar sozliqqa cho'kib ketadi. Ba'zilar o't dengiziga g'arq bo'lib ketadi. Yop-yeshil cho'ng bir so'gat daraxti har tarafga chepib qutqizish ishlariga haydakchilik qiladi. Uning shoxlari qo'llarga o'xshabmi qoladi. Men uningga qutqizishga bo'ladiganlarini qutqizayli debdiman. Ularning hammasi odam, qutqizib olayli debdudek so'gat daraxt. O'zini o'zi qutqizmaganlarni qutqizmoq tas debdiman. Shu asnoda yer shari parchalanib, yerim parchasi qaynayotgan o'tga tushib ketdi. G'oda Karmi Fatimani izlash. Oz to'la aqlimga kelganda qarasam, Falastin Isroiliya to'qinishi mavjudkan. Gazet va radiolarimizda Yashir Arafatning siyosiy kurashlari hukumatimizning mavqesiga yarasha keng kushada tashviq qilinadi.
Palestin desa İsrailiya armiyasining dronevik va tanklarga tosh etayotgan qo'rqimsiz balalar ko'z oldimga keladi. Chaqliq o'rindiqda o'ltirgan Shayx Yosin Ahmadning surlik va qat'iy chiroyining kaynidagi hasratni aslamay turolmayman. Yoshir Arafatmi o'ldi. Shayx Yosin Ahmadmi portlatilib o'ltirildi. Necha avlod Palestin jangovarlari o'ldi. Diplomatiya munbarlarida siyosiyonlarning kulib turib uchrashishlari kishilarda umid va tashvishlarni paydo qildi. Tinchlik kelishimlari talay imzolandi. Biroq Palestin zaminida istutak yinib turaverdi. Odamlar bombalarda o'laverdi. Tinchlik kelishimi mohiyatmi yoki urush mohiyatmi degan bir masalada cheklik taratqularga qarashliq bizdek amma gangirab qoldik. Dunyoda Palestin Isroiliya to'qinishidan keyin o'ttirg'i chiqqan talay milliy va irqiy masala hal bo'ldi. Lekin to'kilgan qon, to'langan badal, ketgan vaqtlarning qanchalik ko'p bo'lishidan qat'iy nazar Palestin xalqining orzusi hal bo'lmadi. Aksicha vaziyat texmi kaskinlashdi. Kelajak texmi qorong'ulashdi. Qaraganda Palestin Isroiliya krizisi O'rta Sharq rayonining o'zidan ko'p halqib ketgan dunyoviy masala bo'lib, bu dahshatli o'yindagi tizginakning kimlarning qo'lida ekanligini faraz qilish undoq oddiy ish bo'lmasi kerak. Qandoqla bo'lmasin Palestin Isroiliya krizisini bugungi dunyodagi haqqoniyatning krizisi deyishga bo'lamdi yo'q degan masalani yanala jamoatning o'ziga qoldirgan tuzuk deb o'ylayman. Palestin Isroiliya krizisi haqidagi tugun menda uzundan beri saqlanib ko'nglimdagi ko'plagan tugunning orasiga qo'shilib tugun beti turib keldi va asta angsizliqimga aylandi. Bu angsizlik Londondagi bir kitobxonada o'zining muayyan ifodalanish shaklini tasodifiy holda topgan edi. Londonga yetib berib atisila ko'cha aylandim. Kitobxona aralamay ko'nglim amin topmadi. Kitobxona aralab etib Fatimani izlash bir Falastinlikning hikoyasi nomli bir kitob qo'limga chiqib qoldi. Kitobning muqovasiga Karen Armstrong ismli bir avtorning Mustaqillik gazetida e'lon qilgan taqrizidan elingan bir jumla so'z berilgan bo'lib, uningdagi surgundagi psixologiyalik makonsizlik degan iborat diqqatimni tortdi. Hozirgi jamiyatda madaniyat jihatda yo u yoqqa yo bu yoqqa tava bo'lolmay o'ttirida qolgan, hatto o'ttirida qolganligini bilinmay qolgan, o'y xiyoli jon beqish masalasidan halqib o'tamagan insonlar avub ketdi. Mundaqcha aytganda, ular o'zlarining madaniyat tavalligi ustida tuzukrak o'ylanadigan safoga yetmagan, vosita tanlamay turmush yo'li izdeganlar tipiga kirib qolganlardir. Surgun degan zodi nima? Surgun degan bir odam o'zining yurtida har xil tahdid yoki cheklash tufayli turishga amalsiz qilib ayrilib chiqib ketishni bildiradi. Kishilar ba'zida o'zining makoniga band bo'lgan holda surgunlik hayotiga mubtalo bo'ladi. Ular tashqi muhit bilan uchrashishga imkonsiz qoladi. Buni ishki surgun deyish mumkin. Surgun jismoniy va siyosiy turlarga ega bo'lish bilan birga yana axloqiy, ijtimoiy, diniy, ideyaviy va kultural qatorliq turlarga ega bo'lishi mumkin. Masalan, bir odam o'zining ko'p sonliqqa o'xshamaydigan ideyasi tufayli o'z yurtiga patmasligi mumkin yoki kishilar uni araga olmasligi mumkin. Yana bir odam o'zining alohida kultur farqi bilan chetga qiqilishi mumkin. Fatimani izlash nomli kitobning avtori G'ado Karmi o'zini surgunda his qilgan dardmand bir ayol edi. G'ado Karmi Angliyada turayotgan falastinlik ayol yozuvchi, doktor, akademik, ijtimoiy faoliyatchi. G'ado Karmi Angliya falastinliklar harakatining qurg'uvchi a'zolarining biri bo'lish
ve Palestin davosiga oid publistik maqolalari bilan xalqaro hurmatga sazovar Palestinlik ziyolilarning biriga aylangan. U dunyodagi har qaysi universitet va turlik ommaviy so'rinda taklif bilan nutq so'zlaydi. G'oda Karimi Falastinning Yerusalim shahrida tug'ilib, musulmon va xristian arablar aralashib turadigan bir muhitda cho'ng bo'lgan. 1948 yili Angliya homiyligidagi va Yahudiy ko'chmanlari yig'iliqidagi Falastin urush parakendachiligi ichida qilib, yerlik xalq tahdidga uchraganda Karmining oilasi Damashqqa, ondan Londonga musofir bo'lib boradi. Bu ma'nodan olganda G'oda Karmi 9 yoshidan boshlab vatansizlik ichidagi surgun hayotini boshlaydi. Uning dadisi Hasan Said Karmi Angliya radio shirkatining arab tili bo'limida xizmat qiladi. G'oda Karmi sohibxona davlatning kulturi, maorifi va urf-odati ichida yetilishga boshlaydi. Yahudilar, arablar va inglizlar aralashib ketgan bir muhit kichikkina G'oda Karmini murakkab bir kimlikka ega qiladi. Tarixdagi Falastin 1948 yilidan keyin mavjudligini yo'qotib, Isroiliya doiralari va uni qo'llovchilarning xohishiga uyg'un, lekin tugamas majro bilan to'lgan Falastin-Isroiliya krizisi ro'yobga chiqdi. Shuningdan boshlab Osmoniylarning qo'lidan chiqib ketgan bu muqaddas zamin ayni davrdagi g'arb siyosiy doiralarining rejissorligida Krist bilan Hilol ay o'ttirisidagi jidalni markazlik ko'rsatib beradigan qonliq bir sahnaga aylandi. G'oda Karmi o'zini Falastinlik deydisa, uning kindik qini to'kilgan Falastin yo'q qilib g'ayriy rasmiy bir tusga kirib qolgan. O'zini Angliyalik deydisa, ota-bobosi yaratgan shalliq madaniyat an'anasi uningga panoh bo'lgan u davlatda yo'q. Demak, u yiltizi va tuproqidan ayrilib tashdek ko'chirib qo'yilgan pikos daraxtidek ojiz kichik holatda yashay oladi. Lekin baraqsan shoxlarni chiqarib cho'ng'ayolmaydi. Biroq o'tri sharqda yillar sira ulg'ayayotgan urush o'ti G'oda Karmining ziddiyatli kimligidagi yiltiziga tortish engini uyg'otdi va asta irodasi mustahkam bir faoliyatchi sifatidagi G'oda Karmini yetishtirdi. G'oda Karmida arab kimligi va ingliz kimligining har ikkisi bor edi. Biroq har ikkisi to'lgan mukammal kimlik emas edi. U yesh cho'ngaygan siri Falastinlik xos kimlikning mastona izdiguvchisi bo'ladi. 1998 yili o'zining so'yimlik bolaligini o'tkazgan Qatamonga qaytib, o'tmish davrlardagi tavarruk izlarni izlaydi va u izlarning xarob holatidan yuragi alamga toshadi. Dalonning eshigini ochdim, yuragim laxta bo'ldi. G'oda Karmi Falastindagi koni uyining eshigini ochib kirganda tashlandiq xaroba bir manzara uning yuragini ezadi. Ajdodlar allaburun yo'q bo'lgan, ajaba bu Falastinga timsol emasmi? Maydonning o'ttirisida Osmoniylar davridan qolgan masjid bor. Biroq u taqilib qoldi. Öy va masjidning taqilib qilishi bu yerdagi kultural jihatdagi tozalashning naqadar sistemalik ekanligini bildiradi. Oxirida avtor balaliq davrida o'ziga ikkinchi ona bo'lgan 1948 yili avtorning oilasi musofir bo'lib chiqib ketganda Qatamonda qolgan Fatimani izlab topolmaydi. Kitobning oxirgi bobi hasrat bilan sug'urilgan musibat naqshisiga o'xshab ketgan edi. Falastin Britaniya hukmronligiga o'tgandan buyon Falastinga mustaqillik berilish tugul, bu tuproqqa Yahudiy ko'chmanlarining ko'chib kelishiga madad berildi. Bu xil ansizlik davomlashaverdi. G'oda Karmi Falastinga yuzlangan ofat va baxtsizlikning tarixini o'z kechirmishi orqali jonliq va konkret suratlab bergan.
yo'qitish, tashlab berish, o'zlashish, sing'ishish, orasalda bo'lish, tamtirash, izlash, o'ziga qaytish, azoblik ayrilish, amalsizlik kabi alamlik xotiralar qaramoqqa karmining kishilik taqdirida markazlik aks etsin-mi? Amaliyotda ular Falastin xalqining o'rtaq taqdiriga vakillik qiladi. Falastin burunqi manbalarda Kan'anmu deyilgan. Arxeologiyalik bayqalmalar milodiyadan 3000 yil burun Kan'anlıqlarning G'azdada yashaganligini dalillaydi. Milodiyadan 1000 yil ilgari İbraylar o'zlarining davlatini qurgan. Keyin ular Paris imperiyasining kontrolligiga o'tgan. Milodiyadan ilgariki 63-yili Falastinni Rimliklar egallab qattiq siyosat yurgizib, Yahudilar qirilgan va tarqalib ketgan. Falastin islom hokimiyatiga o'tgandan keyin xalifalikning homiyligida Falastindagi qoldiq Yahudilar avtonomiya huquqiga erishib, Rim hokimiyati davrida chechilib ketgan Yahudilar Yerusalimga bir-birlab qaytishga boshlagan. Saljuqiylar davriga kelganda Falastindagi Yahudilarning soni taxminan 300 mingga yetgan. Ammo ahli salib urushi davrida Yahudilar so'riqchilik tortib azlab ketib bir necha mingga tushib qolgan. 20-asrning beshida, ya'ni 1-dunyo urushi oxirlashganda Falastinda 750 ming aholi bo'lib, musulmonlar umumiy nüfusning 80%ni egallagan. Falastindagi Yahudilarning 1914-yildagi umumiy soni 85 ming ekan. 19-asrning boshlarida bosh ko'targan Ilmoniya hodisalari Yahudi diniga bo'lgan kamsitishni keltirib chiqqan. Natijada Yahudilar Yevropaning millatchilik logikasiga uyg'un holda zionizm vujudga kelgan. Zionizm Yahudilarning o'z taqdirini o'zi belgilash va Falastinda Yahudilarning milliy davlatini qurib chiqishni maqsad qilgan millatchilik harakatini ko'z tutdi. Bu harakat Isroiliya davlati qurilgandan keyin davrlarning qadamiga munosib yangi shakllarga taraqqiy qilib turgan. Bu atalg'u Zion degan so'zni yildiz qilgan bo'lib, u shahri Quddusning yanidagi tog'ning ismi. Dastlabda u yurtiga qaytish, ana yurt so'ygusi, Yahudilarni tirildirish xohishidagi diniy oqartish ma'nosida yeyilgan. Rasmiy siyosiy ma'nodagi zionizmning asosi Theodor Herzl tarafidan 1896-yili qurilgan ekan. Shuningdan boshlab Yahudilar o'zlarining milliy davlatini vujudga keltirishning amaliy harakatini boshlab, har xil tashkilotning himoyasida Falastinga sistemalik holda Yahudi aholilari ko'chirilib o'ltiraqlashadi. 1917-yilga kelganda Angliya diplomatiya vaziri Arthur James Balfour zionizmchilarning rahbariga Yahudilarning Falastinda davlat qurishini qo'llaydiganligini bildirib maktub topshirdi. O'rta Sharq vaziyatida tarixiy burilish yasagan 3 jumla 125 so'zdan tashkil topgan bu maktub tarixda Balfour xitobnomasi deb ataldi. Balfour xitobnomasining yezilishiga Yahudi ximiya olimi Xoyim A. Vezman bevosita ta'sir ko'rsatdi. Vezman 1906-yili Balfour bilan ko'rishganda Balfourga nihoyatda ijobiy ta'sir qoldirgan. Balfour Vezmandan zionizmning markazi nima uchun boshqa yer bo'lmay dal Falastin bo'ladi deb so'raganda, Vezman Balfour apandi biri sizdan Londonni elib elib, uning o'rniga Parijni ba'si qo'shilamsiz deb javob bergan. Balfour raddiya berib, doktor Vezman London allaburun o'zimizning da deganda, Vezman shundoq, London bir sazliq peti turganda Yerusalim bizning edi deb javob bergan. Garchi xitobnomada yerlik xalqlarga zarar yetkazmaslik sharti ostida Yahudilarning milliy oilasini qurib chiqish alohida eskartilgan bo'lsa-mu, keyingi tarixning batlari qon bilan to'lgan. 1948-yili 5-oyning 14-kuni Isroiliya davlati qurilib,
Әтісілі O'rta Sharq urushi boshlanib, Birlashgan Davlatlar Tashkiloti 1947 yili arablarga ajratib bergan 6000 kvadrat kilometr zaminini Isroiliya egallab oladi. Shuningdan boshlab Zionizm arab islom ellarining yuragiga bosib kirib, O'rta Sharq xalqlarini ittifoqlashanmas holatga keltirdi va ularni tuzuk uxlayolmaydigan yoki tuzuk tovlayolmaydigan qilib qo'ydi. Theodor Herzl g'arbda yashaydigan Yahudiy boylardan pul to'plab, ayni vaqtdagi Osmoniylarga tava Falastindan yer setib olish uchun ko'p uringan. Ammo uning turli shakldagi talab urinishlari xalifa Abdulhamid ikki tarafidan keskin rad qilingan. Xalifa Herzlga mundaq javob bergan: Yahudiylar pullarni o'zlariga saqlab turishsin. Mening imperatorluqim parchalanganda Falastinni pul xajlamayli qo'lga kirgizib olalaydi. Ammo bu davlat bizning jasadlarimiz parchalanmay turib parchalanmaydi, taqsim qilinmaydi. Men jonliq bir badan ustidami operatsiya qilishga asla ruxsat qilmayman. Lekin Osmoniylar g'arbning qo'li bilan oxiri parchalandi. Uzoq so'zilgan bir suiqasd zamonaviy dunyoning jalbkor liboslarini kiyib kishilarni oltin yoki pulga bosh uradigan Iroqqa yetakladi va xotirjamlik amalga oshmaydigan tushga aylandi. Endi haqiqiy axloqsizlikqa aylanib Machiavellizm moda bo'ldi. Machiavellizm ruhi Zionizm to'g'risida yasab chiqilgan saxta qarornoma Zion donishmandlarining qarornomasidan nihoyat tipik aks etdi. Intayin qo'rqinchli bu qarornoma, garchi Zionizm ustidan to'qilgan narsa bo'lsa-mu, dunyodagi nurg'un tilga tarjima qilingan bo'lib, barliq fashistik hokimiyatning apparatidagi mohiyatni omumlashtirib bergan yolg'onchilik ichidagi chilliq bo'lib qolgan. O'qirmanlarimiz Yahudiylarning qad ko'tarish tarixi, O'rta Sharq tarixi qatorliq manbalarni ko'rsa, siyosiy o'yin haqidagi mo'l tarixiy bilimlarga ega bo'ladi. Uzoq so'zilgan bir suiqasd zamonaviy dunyoning jalbkor liboslarini kiyib kishilarni oltinga bosh uradigan Iroqqa yetakladi va xotirjamlik ishqa oshmaydigan tushga aylandi. G'oda Karmi kitobining oxirini mundaq tushirgan bo'lib, bu hol avtorning tamoman birdek bo'lgan kayfiyatini yaxshi izohlab beradi. Ko'zlarimni ansiz holda yumib ochdim. Hikoya tiq tugamagan edi. Kishilar bu yerda mavjud edi. Balkim ular makon zamon jihatdagi o'tkinchi surgunlar. Lekin men boshqacha bir surgunda. Uning uch-cheki yo'q bo'lib, hech yerga qayt qila bo'lmaydi. Men intayin umidsizlangan holda shuni his qilmoqda edim. Necha yildan beri qo'rqib qechib yurgan yiltizim boyaga qaytishim kerak edi. Biroq haqiqat shuki, tenim bilan har ikki yerdan yiltizini topolmadim. Men garchi ikki xil madaniyat muhitida cho'ng bo'lgan bo'lsam-mu, oxirgi hisobda hech qaysisiga taalluq bo'lolmay yotardim. G'oda Karmi o'zini ma'naviyat surguni deb atab atadi. U na Angliyadan, na Falastindan o'ziga haqiqiy tegishlik narsalarni izlab topolmagan edi. U zoda arabmi yoki inglizmi? Uning biologiyalik va fiziologiyalik tabilik qandoq, siyosiy tabilik qandoq, madaniyat tabilik qandoq? G'oda Karmi bularni o'xshash bir nuqtada uchrashtirolmay avara edi. U tipik bir kimlik sargardoni edi. O'ziga mansub vatani bo'lmaganlarning boshqalar oldida inovatli kimligi bo'ladimi?